Xon bozorda akalar, qaranglar, arzonlashtirilgan narxlarda. Endi narxini aytib o'taman. Agar bizga podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz, shu narxda qilib beraman albatta. Razmeri 1.90 ga 220 lik 1.700.000 so'mga qilib beraman. Balkalari 3 qator, 6 ta bemalol o'tiraveradigan holatda. Endi 2 metrga 2,5 metrligi Xudo xolasa 1.800.000 so'mga Andijon Jahon bozoridan kelib olib ketib olasiz. Dastavkasidan tashqari, dastavkamiz pulli hisoblanadi. Faqat bizga podpiska bosib qo'ygan bo'lishinglar kerak. Arzonlashda qilib beryapmiz. Mebellar olamidan oling. Endi 210 ga 270 ligimiz bor. Balkalari 5 qatorda. 2.200.000 so'mga mashina qilib beryapmiz. Necha ham beryapmiz. Kelaverasizlar xudo xolasa. Nargi gulliklarimiz akalar, xudo xolasa arzon narxlarda qilib beryapmiz. Kachellalari bor akalar. Kelaverasizlar, arzon narxlarda xudo xolasa sifatli mahsulotlarni qilib berilyapti. Qaranglar, kachellalar ham bor, arzon narxda mana so'rlarimiz bor. Katta qimmat so'rlaridan ham bor akalar. Mebellar olami obunachilarga yana ham chegirmali katta so'rlarimiz ham zo'r narxlarda qilib beryapmiz.